Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buy bobolarimiz va ularning farzandlari. Bugungi ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki gap oddiy xabar haqida emas, pul haqida ketyapti. Ayniqsa pensiya oladigan, ijtimoiy nafaqa oladigan, plastik kartaga pul tushadigan yoki mahalla, bank, pensiya jamg'armasi orqali qandaydir to'lov kutayotgan fuqarolar bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Bugungi mavzu avgustgacha ishlatilmagan pullar kuyib ketadimi? Kimlarning puli xavf ostida? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Qaysi holatda bankdagi yoki kartadagi pulingiz saqlanadi? Qaysi holatda esa ajratilgan mablag'ni o'z vaqtida olmaganingiz uchun keyin talab qilish qiyinlashadi? Men buni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni hoziroq yoqtirib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha bir kun kech eshitilsa ham odam pulidan, imtiyozdan yoki haqidan ayrilib qolishi mumkin. Endi masalaning o'ziga o'tamiz. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Mahallaga, pochta bo'limiga yoki bank kassasiga borib, ro'yxat asosida pulini olardi. Kimdir kasal bo'lsa, farzandi ishonchnoma bilan olib berardi. Kimdir qishloqda yashasa, pochta xodimi uyga olib kelardi. Bunday tizimda odamlar asosan bitta narsani bilardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, har oy keladi, keyin bo'ri bo'lishi mumkin. Lekin hozir tizim ancha o'zgargan. Pensiya va nafaqalarning katta qismi plastik kartalarga o'tkaziladi. Bank kartasi orqali do'konda to'lov qilish, bankomatdan yechish, mobil ilova orqali ko'rish, SMS xabarnoma orqali nazorat qilish mumkin. Bu qulay. Lekin shu bilan birga ayrim xavfli jihatlari ham bor. Masalan, ayrim pensionerlar kartaga pul tushganini bilmaydi. Ayrimlar kartani farzandiga berib qo'ygan, lekin hisobni o'zi tekshirmaydi. Ayrimlar pul kartada yotsa, hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Yana ayrimlar esa aksincha, o'rta avgustgacha ishlatmasam, hammasi kuyadi deb vahimaga tushadi. Men avvalo muhim farqni tushuntirib qo'ymoqchiman. Agar pul sizning shaxsiy bank kartangizga, ya'ni pensiya kartangizga tushgan bo'lsa, u odatda sizning hisobingizdagi mablag' hisoblanadi. Bank kartadagi pulni shunchaki muddati o'tdi deb yo'q qilib yubormaydi. Lekin ayrim to'lovlar, kompensatsiyalar, bir martalik yordam pullari, subsidiya, ijtimoiy yordam, ro'yxat bo'yicha ajratilgan mablag'lar ma'lum davr ichida rasmiylashtirilishi yoki olinishi kerak bo'lgan pullar bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda muddat juda muhim. 30 avgust degan sana ham ko'pincha aynan shunday muddatli to'lovlar qayta hisob-kitob budjet yili yoki maxsus ro'yxat bo'yicha beriladigan mablag'lar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun hammaning kartadagi puli 30 avgustda kuyadi deb qo'rqitmoqchi emasman. Yo'q. Men ekspert sifatida to'g'ri farqlashni o'rgataman. Qaysi pul sizniki bo'lib, kartada xavfsiz turadi? Qaysi pul esa o'z vaqtida murojaat qilinmasa yoki ishlatilmasa keyin muammo tug'dirishi mumkin. Birinchi navbatda oddiy pensiya oladigan fuqarolar haqida gaplashamiz. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli ota har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning pensiyasi har oyning ma'lum sanasida bank kartasiga tushadi. U iyul oyidagi pensiyasini ishlatmadi. Avgust oyida ham kartadan yechmadi. Pul kartada turibdi. Bunday holatda agar bu pul haqiqatan ham uning pensiya kartasiga tushgan bo'lsa, u pul odatda kuyib ketmaydi. Chunki bu allaqachon fuqaroning bank hisobvarag'iga o'tkazilgan shaxsiy mablag'i. Lekin ikkinchi holatga qarang. Masalan, bir pensionerga ma'lum sabab bilan kompensatsiya puli ajratildi. Deylik, unga dori-darmon, kommunal yordam, sanatoriy yo'llanmasi o'rniga pul yoki kam ta'minlangan oila sifatida bir martalik yordam berilishi belgilandi. Bu pul hali kartaga tushmagan, faqat ro'yxatda turibdi. Unga falon sanagacha bankka boring, hujjatni imzolang, kartani oching yoki mablag'ini rasmiylashtiring deyilgan. Agar u odam bo'lmasa, hujjatni topshirmasa, hisob ochmasa yoki zarur arizani yozmasa, muddat tugagandan keyin bu pul qaytarilishi, qayta taqsimlanishi yoki keyingi oyga o'tmay qolishi mumkin. Mana shu joyda pul kuyadi degan gap paydo bo'ladi. Uchinchi holat, plastik kartaning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasi 2024 yil iyun oyida amal qilish muddatini tugatgan. Pensiya jamg'armasi yoki bank tizimida to'lov chiqadi, lekin karta faol bo'lmagani uchun pul tushmay turadi yoki qaytadi. Pensioner esa mening pensiyam kelmadi deb o'ylaydi, lekin bankka bormaydi. Agar u bir necha oy davomida harakat qilmasa, keyin hujjatlarni tiklash, qayta hisob-kitob qilish, ariza yozish kerak bo'ladi. Pul butunlay yo'qolib ketmasligi mumkin,
ammo uni olish ancha qiyinlashadi, vaqt ketadi, asab ketadi. 4-holat, pensioner chet elga ketgan, boshqa viloyatga ko'chgan yoki yashash manzili o'zgargan. Masalan, Buxoroda pensiya olgan, ona farzandinikiga Samarqandga ko'chib ketdi. Lekin pensiya hujjatlari eski manzilda qoldi. Bank kartasi yo'qolgan, telefon raqami ham ishlamayapti. U pul tushyaptimi yoki yo'qmi bilmaydi. Bunday vaziyatda 30 avgustgacha yoki belgilangan muddatgacha bank va pensiya bo'limiga murojaat qilinmasa, tizimda fugaro pulni olmayapti. Hisob faol emas, ma'lumot yangilanmagan degan holatlar chiqishi mumkin. Keyinchalik buni hal qilish uchun yashash joyi bo'yicha pensiya bo'limiga borish, ariza yozish, shaxsini tasdiqlash talab qilinadi. 5-holat, pul kartada bor, lekin karta egasi vafot etgan. Bu juda nozik, lekin hayotda ko'p uchraydigan masalalar. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyin tushgan to'lovlar qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Farzandlari yoki merosxo'rlar kartada pul bor edi, yechib olaylik deb shoshilmasligi kerak. Chunki bu mablag'ning qaysi qismi vafot etgunga qadar hisoblangan, qaysi qismi keyin noto'g'ri tushgan, buni aniqlash kerak. Bunday holatda bankka ham, pensiya bo'limiga ham murojaat qilinadi. Meros hujjatlari, o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar bu ishlar cho'zilsa, ayrim to'lovlar qaytarilishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz har oy pensiyangizni kartangizga olayotgan bo'lsangiz, karta faol bo'lsa, SMS kelayotgan bo'lsa, bankomatdan pul yecha olayotgan bo'lsangiz, hisobingizdagi mablag' ko'rinib turgan bo'lsa, unda 3 avgust bo'ldi. Pulim yonib ketadi deb vahima qilmang. Lekin baribir men sizga maslahat beraman. Kartadagi pulni kamida bir marta tekshirib qo'ying. Bankomatdan balans chiqaring. Mobil ilova orqali ko'ring yoki bank xodimidan hisob holatini so'rang. Chunki vahima kerak emas, lekin nazorat shart. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Xorazmdagi 72 yoshli buvi har oy 90 ming so'm pensiya oladi. U 3 oy davomida kartadan pul yechmagan, chunki farzandlari yordam bergan. Kartada 2 million 940 ming so'm yig'ilgan. Agar bu mablag' oddiy pensiya sifatida tushgan bo'lsa, u buvining shaxsiy puli. U 3 avgustdan keyin ham kartada turadi. Lekin karta bloklanmagan bo'lishi kerak, karta muddati tugamagan bo'lishi kerak. Bank hisobida cheklov bo'lmasligi kerak. Ikkinchi misol, Namangandagi pensionerga 600 ming so'm bir martalik moddiy yordam ajratilgan. Unga mahalla orqali xabar berilgan. Pasportingiz bilan bankka boring, arizani rasmiylashtiring. U esa keyin boraman deb yuravergan. Muddat 3 avgustgacha belgilangan. Agar u shu sanagacha bormasa, ro'yxat yopilishi, mablag' qaytarilishi yoki keyingi tasdiqlangan ro'yxatga o'tmay qolishi mumkin. Bu yerda xavf bor. Chunki pul hali uning kartasiga tushmagan, faqat ajratilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. 3-misol, Farg'onadagi pensionerning kartasi yo'qolgan. U kartani bloklatmagan, bankka ham bormagan. Pensiyasi tushishda davom etyapti, lekin kartani kimdir topib ishlatib yuborishi mumkin. Bu holatda 3 avgustgacha ishlatmasa kuyadi degan masala emas, balki xavfsizlik masalasi bor. Karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Keyin yangi karta chiqarish kerak. Aks holda pulingiz kuyib ketmaydi, lekin begona odam ishlatib yuborishi mumkin. 4-misol, Qashqadaryoda bir ota bank ilovasidan foydalanmaydi. SMS raqami esa eski telefon raqamiga ulangan. Pensiya tushadi, lekin u bilmaydi. Farzandi tekshirib ko'rsa, kartada 5 million so'm turibdi. Bu yaxshi. Lekin agar telefon raqami begona odam qo'liga o'tgan bo'lsa, parollar, SMS kodlar orqali firibgarlik xavfi paydo bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar faqat pulni olishni emas, kartaga ulangan telefon raqamini ham nazorat qilishi kerak. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, ishlatilmagan pul deganda nimani tushunamiz? Agar pul bank kartangizga tushgan bo'lsa, ishlatmasangiz ham u odatda saqlanadi. Lekin agar pul davlat tomonidan ma'lum maqsad uchun ajratilgan bo'lsa, masalan, yordam, subsidiya, vaucher, kompensatsiya, yo'llanma, dori darmon puli yoki ma'lum ro'yxatdagi to'lov bo'lsa, unda uning o'z qoidasi bo'ladi. Ba'zi to'lovlar naqd olinadi, ba'zilari kartaga tushadi, ba'zilari ma'lum xizmat uchun sarflanishi kerak bo'ladi. Masalan, sanatoriy yo'llanmasi bo'lsa, uni pulga aylantirish har doim ham mumkin emas. Dori uchun ajratilgan imtiyoz bo'lsa, u faqat ma'lum dorixonalarda ishlatilishi mumkin. Shunday bo'lsa, muddat o'tib ketgach, imtiyoz ishlamay qolishi ehtimoli bor. Ikkinchi nozik joy, bank kartasi va pensiya hisob varag'i bir xil tushuncha emas. Karta bu pulga kirish vositasi, hisob varaq esa pul saqlanadigan joy.
Karta yo'qolsa, buzilsa, muddati tugasa, pul yo'qolmaydi, hisobda qoladi. Lekin odam karta yo'qolgani uchun puldan foydalana olmaydi. Shuning uchun kartam ishlamayapti, demak pulim kuydi deyish noto'g'ri. To'g'risi, bankka borib yangi karta olish, shaxsni tasdiqlash va hisobdagi mablag'ni tiklash. Uchinchi nozik joy, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, ayrim turdagi nafaqalar uchun fuqaroning yashash holati, daromad holati, nogironlik muddati. Tibbiy xulosa, o'qish yoki parvarish holati muntazam tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Oddiy yoshga doir pensiya bilan nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bir xil tartibda bo'lmasligi mumkin. Agar tibbiy komissiya muddati tugasa, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu ham pul kuyib ketdi emas, lekin hujjat kechiksa to'lov kechikadi. 4-chi nozik joy, ishonchnoma. Ko'pchilik pensionerlar pensiya kartasini farzandiga, nabirasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Borib olib keladi deydi. Lekin karta pin kodini boshqalarga berish xavfli. Agar o'sha odam pulni olib qo'ysa, keyin bank siz o'zingiz pin kod bergansiz deyishi mumkin. Agar pensioner haqiqatan ham o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirgan ma'qul. Shunda vakil qonuniy asosda ish qiladi. Ayniqsa katta summalar bo'lsa, masalan, bir necha oy pensiya yig'ilib 4-5 million so'm bo'lsa, buni og'zaki ishonch bilan emas, hujjat bilan hal qilish kerak. 5-chi nozik joy, qarzdorlik va undiruv. Ba'zi pensionerlarning kartasida sud ijrochilari kredit qarzi, aliment yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensiya to'lovidan ham qonunda belgilangan tartibda ma'lum qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Pensioner kartamga 1 million tushishi kerak edi, 700 ming tushdi. Qolgani kuyibdi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa ushlanma bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan yoki pensiya bo'limidan emas, avvalo hisob varaqdan ko'chirma olish kerak. Ko'chirmada qayerga qancha pul yechilgani ko'rinadi. 6-chi nozik joy, firibgarlar. O'tib avgustgacha pulingiz kuyadi. Kartangiz raqamini ayting, hozir saqlab qo'yamiz. SMS kodini ayting, pensiyangizni yangilaymiz. Bankdanmiz, hisobingiz yopiladi degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech qachon telefon orqali karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, amal qilish muddatini, CVV kodini, SMS kodini, PIN kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham SMS kodini so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi xodimi ham kartaning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar shunday so'rasa, bu firibgar bo'lishi ehtimoli juda katta. 7-chi nozik joy, 10 avgust sanasini kim aytdi? Agar bu sana mahalla, bank, pensiya bo'limi yoki rasmiy xabarnomada ko'rsatilgan bo'lsa, e'tibor bering. Lekin qo'shni aytdi, Telegramda kimdir yozdi, bozorda eshitdim degan xabar bilan vahima qilmang. Har bir pensioner o'z olatini rasmiy manbadan tekshirishi kerak. Chunki bir odamga tegishli muddat boshqasiga tegishli bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir hududda moddiy yordam ro'yxati 30 avgustgacha yopilishi mumkin. Boshqa hududda esa bunday muddat umuman bo'lmasligi mumkin. Endi eng muhim qism, siz bugun, ertaga yoki 30 avgustgacha nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, kartangizni va hisobingizni tekshiring. Eng oddiy yo'l bankomatga borib balansni ko'rish. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa yoki bankomatdan foydalanishni bilmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan boring. Lekin PIN kodni baland ovozda aytmang, qog'ozga yozib bermang. Bankomatdan balans chekini chiqarib oling. Unda kartada qancha pul borligi ko'rinadi. Ikkinchi qadam, bankka boring va hisob varaqdan ko'chirma oling. Agar pensiyam tushmayapti, kam tushyapti, qayerga ketayotganini bilmayapman desangiz, bank xodimidan oxirgi 3 oy yoki 6 oy ko'chirma so'rang. Ko'chirmada qaysi sanada qancha pul tushgani, qaysi sanada qancha yechilgani ko'rinadi. Bu hujjat keyingi tekshiruv uchun juda muhim. 3-qadam, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 0224 yozilgan bo'lsa, karta 2024 yil avgust oyigacha amal qiladi. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Bu ishni oxirgi kunga qoldirmang, chunki bayram oldi dam olish kunlari navbat tizimdagi texnik ishlar bo'lishi mumkin. 4-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Pensiya kartangizga qaysi telefon raqami ulanganini bilib oling. Agar eski raqam bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bankka borib o'zgartiring. Bu juda muhim. Chunki SMS xabarlar tasdiqlash kodlari, tranzaksiya xabarlari shu raqamga boradi. 5-qadam,
Agar sizga bir martalik yordam, kompensatsiya yoki boshqa to'lov haqida aytilgan bo'lsa, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, ariza, ayrim holatlarda mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati, yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Banka yoki pensiya bo'limiga borganingizda menga nima kerak deb qayta qatnamaslik uchun oldindan telefon qilib so'rang. 6-qadam mahallaga murojaat qiling. Agar siz kam ta'minlangan oila, yolg'iz pensioner, nogironligi bor shaxs, parvarishga muhtoj fuqaro bo'lsangiz, mahalla faollaridan yoki ijtimoiy xodimdan sizga ajratilgan yordamlar bor yo'qligini so'rang. Mening nomim ro'yxatda bormi? Menga qandaydir to'lov ajratilganmi? Qaysi sanagacha rasmiylashtirishim kerak deb aniq savol bering. Umumiy gap bilan cheklanib qolmang. 7-qadam pensiya bo'limiga borish kerak bo'lgan holatlarni biling. Agar pensiya umuman tushmay qolsa, miqdori keskin kamayib ketsa, nogironlik muddati tugasa, yashash joyingiz o'zgarsa, familiyangiz yoki pasport ma'lumotlaringiz yangilansa, vafot etgan qarindoshingizning pensiyasi bo'yicha savol bo'lsa, bank emas, pensiya bo'limi ham kerak bo'ladi. Bank faqat pul kelgan-kelmaganini ko'rsatadi. Pensiya bo'limi esa nima uchun hisoblangan yoki nima uchun to'xtaganini tushuntiradi. 8-qadam ariza yozishni unutmang. Ko'pchilik odam og'zaki so'raydi, javob ola olmaydi. Keyin hech kim yordam bermadi deydi. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammo mazmuni, qaysi oy uchun pensiya yoki to'lov kelmaganini yozing. Arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxasini oling. Bu keyin sizning dalilingiz bo'ladi. 9-qadam farzandlar va nabiralar ham mas'ul bo'lsin. Men yosh tomoshabinlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz, bobongiz men tushunmayman deb yurishi mumkin. Siz bir marta vaqt ajrating. Ularning kartasi faolmi? Puli tushyaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Kimdir karta ma'lumotlarini bilib olmaganmi? Shularni tekshirib bering. Lekin ularning pulini o'z ruxsatisiz ishlatmang. Bu nafaqat axloqan noto'g'ri, balki qonuniy muammo ham keltirib chiqarishi mumkin. 10-qadam. O'ttim avgustni kutmang. Agar sizga aynan shu sanagacha murojaat qilish kerak deyilgan bo'lsa, oxirgi kunni kutish katta xato. Chunki oxirgi kuni navbat ko'payadi, tizim ishlamasligi mumkin. Hujjatingizda kamchilik chiqishi mumkin. Bugun tekshirsangiz, xato bo'lsa tuzatishga vaqt bo'ladi. Oxirgi kuni borsangiz, bitta ma'lumotnoma yetishmayapti deyishsa, ulgurmay qolishingiz mumkin. Endi bir muhim maslahat, pulingizni majburan ishlatib yuborishga shoshilmang. Ba'zi odamlar 3 avgustgacha ishlatmasa kuyadi degan gapni eshitib, kartadagi hamma pensiyasini yechib oladi, uyda saqlaydi. Bu ham xavfli. Uyda katta naqd pul saqlash o'g'rilik, yo'qotish, aldanish xavfini oshiradi. Agar pul sizning shaxsiy pensiya kartangizda bo'lsa, uni faqat ehtiyojingizga qarab ishlating. Lekin agar bu pul maxsus yordam bo'lib, ma'lum muddatda sarflanishi shart bo'lsa, unda qoidasini aniqlang va muddatni o'tkazmang. Agar bank xodimi yoki mahalla vakili sizga falon pulingiz bor, lekin muddat tugaydi desa, ulardan 3 ta narsani so'rang. Birinchisi, bu qaysi to'lov? Ikkinchisi, qaysi hujjat asosida ajratilgan? Uchinchisi, qaysi sanagacha va qayerda rasmiylashtiriladi? Mana shu 3 savolga aniq javob bo'lmasa, siz tushunmasdan imzo qo'ymang. Karta ma'lumotlarini bermang. Yana bir hayotiy holat, pensionerga sizga 1 million so'm yordam chiqdi, lekin uni olish uchun oldin 100 ming so'm komissiya to'laysiz deyishadi. Bunday gaplarga ishonmang. Rasmiy davlat to'lovini olish uchun begona shaxsga karta orqali pul o'tkazish kerak emas. Agar bank komissiyasi bo'lsa, u rasmiy chekda ko'rinadi, bank kassasi orqali amalga oshadi. Telegramdagi odamga, telefon qilgan xodimga noma'lum karta raqamiga pul yubormang. Demak, hurmatli tomoshabinlar, asosiy xulosani yana bir bor aniq aytaman. Agar pensiyangiz allaqachon shaxsiy bank kartangizga tushgan bo'lsa, odatda u pul 3 avgust kuni shunchaki kuyib ketmaydi. Lekin agar sizga bir martalik yordam, kompensatsiya, subsidiya, ro'yxat bo'yicha ajratilgan mablag', muddati bor to'lov yoki rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan pul belgilangan bo'lsa, unda muddatni o'tkazib yuborish katta muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugunoq kartangizni tekshiring, bankdan ko'chirma oling, kartangiz muddati tugamaganini ko'ring, telefon raqamingizni yangilang, mahalla va pensiya bo'limidan o'z holatingizni aniqlang. Ayniqsa 3 avgustgacha borish kerak deyilgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang.
Men sizlardan iltimos qilaman, bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang, ota-onangizga, qo'shningizga, mahalladagi yolg'iz pensionerlarga ham ayting. Chunki ko'p odamlar pulidan bilmagani uchun ayriladi. Vaqtida so'ramagani uchun ovora bo'ladi. Firibgarlarga ishongani uchun zarar ko'radi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga 3 avgustgacha qanday to'lovlar yoki ogohlantirishlar aytilyapti? Kartangizga pensiya vaqtida tushyaptimi? Bank yoki mahallada muammoga duch keldingizmi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Men bunday muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Toki hech bir pensioner o'z haqidan bexabar qolmasin.